Bismillah deb retseptimizni boshlaymiz. Idishimizga iliq achigan sut yoki kefir solamiz. Shakar, dro'ji, bir chimdim tuz solamiz. Bir dona tuxum va bir dona tuxum oqini solib, yaxshilab aralashtirib olib, o'simlik yog'i qo'yib, elangan unimizni solib, yumshoq xamir qilamiz. Unda ko'p sovormanglar. Xamirimiz shunaqa yumshoq bo'lishi kerak. Endi xona haroratda erigan sariyog'imizni solib, xamirimizni yaxshilab mushlaymiz. Yana qaytarib o'taman, unda ko'p solmanglar. Xamirimizni mushlagan sari xamirimiz o'zi shunaqa bo'lib, elastichniy bo'lib tinib oladi. Faqat kamida 6-7 minut mushlanglar. Xamirimiz tingandan keyin endi buni ustini o'rab oshirishga qo'yamiz. Iliq joyga 1 soatga oshib chiqqan xamirimizni gazini chiqarib yuboramiz. Ustidan ozgina un sepib boramiz. Xamirimiz yumshoq bo'lgani uchun, qo'liga yopishib qolmasligi uchun va 12 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'lingan bo'laklarimizni zuvala qilib, ustini 5 minutga yana yopib qo'yib qo'yamiz. Nachinkasiga tvorog, shakar, kraxmalni aralashtirib bir xil massa qilib olamiz. Endi tingan xamirimizni yoyib chiqamiz va xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Bir osh qoshiqdan nachinka solamiz. Xamir juda ham yumshoq. Agar xamiringlar bir-biriga yopishmay qolsa, ozgina uchlarini ozgina suvlab yuborsanglar bo'ladi. Eng oxirini mana tagiga qo'limiz bilan chimchilab yopishtirib qo'yamiz. Pishayotganda ochilib ketmasligi uchun yana bir marta ko'rsataman. Juda ham oson retsept. Umuman sizga qiyinlik tug'dirmaydigan retsept. Masalliqlar to'lig'icha shu video tagida yozib qoldiraman. Mana hammasini tugib bo'lganimizdan keyin duxovkamiz listiga tizib olamiz va ustini strech qog'oz bilan yopib yana 20 minutga oshirishga qo'yamiz. Strech qog'ozni ustini albatta o'simlik yog'i bilan yog'lab olinglar. Oshib chiqqanda paketga yopishib qolmasligi uchun. Endi ustiga tuxumni sarig'iga sut quyib, yaxshilab aralashtirib olib, hamma bulchkani ustiga tuxumni sarig'ini surkab chiqamiz. Va qizib turgan duxovkada 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin ustiga xohishga ko'ra qand upasini sepib, shakar upasini dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham yumshoq chiqqan.